Qibraydan uchastka qidirib kelganlar, shu yerdamisizlar. Bugun sizlarga Qibray tumani Mayskidan shundoqqina yo'l yuzida 2 sotixdan 5 ta yonma-yon uchastkalarni ko'rsataman. Har bittasi 5 xona, 3 ta sanuzel plus oshxonadan iborat. Narxi v общем shkillar chiqyapti. Tez kelib ko'rib bosib oladigan joy. Darvozaxonadan hovliga kirganda keng katta joy qoldirilgan, bemalol 2-3 ta mashinani parkovka qilib qo'ysa bo'ladi. Uyimiz Evroremont, chala joylari 100% bitkazib beriladi. Hovlidan uyga kirganda keng katta prixoshka, chap tomonda detskiy joylashgan, o'zini ko'chaga qaragan romlari bor. Bundan to'g'ri o'tganda ota-onalar uchun yotoqxona, o'zini ichida sanuzellari bilan. Mahallada kanalizatsiya, gaz, svet, suv, internet, Wi-Fi, kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Bu yoqda bo'lsa общий sanuzel joylashgan. Uyimizning havoalanishlari yaxshi, planirovka skvoznoy, mehmonxona va yana bitta ota-onalar uchun yotoqxona. Prixoshkadan chap tomonga yurganimizda oshxona, o'zini ko'chaga qaragan romlari ham bor. Bundan chiqqanda keng uyimiz 4 ta yonma-yon bir xil planirovkada qurilgan. 4 ta letning kухня uchun joy tashab ketilgan. Bemalol bitta mashinani ham hovliga parkovka qilib qo'ysa bo'ladi. Uyimizning remontlari svejiy, akkuratniy holatda bo'lib turibdi. Bitmagan joylari 100% bitkazib beriladi. Hali hech kim yashamagan. Kelib oilaviy mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Bu 5 ta yonma-yon, 2 sotix, 5 xona, 3 ta sanuzel plus oshxonadan iborat faizli uchastkalarimizni bor yo'g'i 59900 dan qilib belgiladik. Promoy uy egalari nomerlari pastda, tez telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Ulgurib qolinglar, bosib oringlar.